Xullas, qarochidak jigarlar, bizda qish mavsumi bo'lgani uchun mana hamma yoq buzilyapti, o'sha polizlar ham buzilyapti. Bizga kimdir yordam bermasa bo'lmaydi. Polizlarimiz sovurib ketsa, hech nimasi qolib ketamiz. Qarochi borib bu gaplarni hammasini merga aytsam, mer nimadir hal qilsa kerak, bilmadim. Oy, oho, вообще-то kun sovib ketdi-ku. Derazamni ham sindirib yubordim, buni qaranglar. O, yaxshi, normalli, biroz issiq bo'lib turgani yaxshi edi. Xonam pechkam ham yo'q, hattoki bu nima qilsam bo'ladi, polizimdan ham sovuq urib ketsa dabdala bor-u. O, yaxshi urmaydi shekilli, bilmadim. Ya'ni xo'sh, hozir chiqib biron nima qilishim kerak. Polizimni sovuq urmasinda ish qilib. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa Havaslamar yangi videoyimda. Sizlar albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Orqamda deraza bak bo'lib qopti. Qarochi tak, mana buni qilib to'g'rilab yubormasam bo'lmaydi. Tak, endi yo'qoldi-da. Qarochi kanalga obuna bo'lish juda ham oson, sizlar uchun oson, men uchun esa juda ham muhim. Qarochi jigarlar, bugun menimcha katta ehtimollar bilan polizimdagi mahsulotlar ustini yopish bilan shug'ullansam kerak, chunki ko'ryapsizlar juda ham stop. U buni qilichga nima bo'lgan? Tushunmadim, yangicha ko'rinish juda ham zo'r. Menimcha qishda muzlab qolgani uchun shunday bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Tak, xo'sh, hozir polizni tezroq yig'ishtirib olsam, qochib tur, borib galeming deb kelsam, boshqasini olib kelsam, men sizlardan qo'rqmayman. Tak, ana endi tezroq yig'ishtirsam, bularni juda ham yaxshi bo'lardi. Qarochi jigarlar, bilasizlar, polizda ko'p ishlama deb ko'pchilik kommentariy yozgan. O'zi ko'p ishlamayapman. Bugun 3 ta video chiqqan bo'lsa, mana shu faqat bittasida ishlayapman. Chunki bugun o'zi kun o'zi sovuq bo'lgani uchun ishlayapman. Bo'lmasa, sovuq bo'lmasa umuman ishlamayman. Boshqa ish bilan shug'ullanardim. Xullas, men to'g'ri tushuninglar degan maqsadda aytyapman sizlarga bu narsani. Tak, okey, bitta chirigan kartoshka. Har doimgidek bitta chirigan bo'ladi doim. Tak, okey, bu tomoniga esa bu narsalarni, ya'ni bug'doylarni ekib chiqamiz. Chotki sabzini esa bu tomonga har doimgidek o'z joyiga. Xo'sh, ustini yopishim kerak mana shu yerni. Agar yopadigan bo'lsam, sovuq kirmaydi va poliz ekinlarimni sovuq urmaydi. Tak, hozir bir amallab birorta reja o'ylab topishim kerak. Xo'sh, bularni aytgancha bugun soliq to'laydigan kunim, soliqlarni olib borib berib kelay yerga. Mana o chirikni uzoqqa otib yuboraydi. Qaysidir qo'shnim tashlagan bo'ladi, meni nomimga qolib ketmaydi. Tak, hozir janob merdan borib qarochi pozlarni berib nimadirlarni o'ylab olaman. Tak, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa ken, nima gap? Sovqatyapsizmi? Ha, juda ham sovuq-ku. Yaxshi. Bugun soliqlarni olib kelgandim. Yaxshi. Tak, harda bu yerda nimaga oynalarni bunaqa qilib yig'ib qo'yib, simbolik qora tonirovka oynalar. Kakras o'zi senga ishi bor edi. Qanaqa ish? Mana shu oynalarni olginda qishloqdagi hamma polizlarni ustiga yopib chiq. Pavarlik qilib, issiqxona qilib. Mayli, siz o'zingizni qiynab ko'p gapirmang, mayli qilaman. Xo'sh, o'zi kakras polizimni qanday to'g'rilashni o'ylab turgandim. Yaxshi. Bo'pti, mayli, biratan qilib tashlayman hozir hammasini. Juda ham yaxshi, o'zi kakras o'ylab turgandim, qanaqa qilsam ekan deb. Birinchi o'rinda topor bilan borib bir ikkita daraxtdan eshik yasab kelish kerak, chunki eshik qo'ymasak polizga jetellar qanday kirib chiqadi? Hamma yo'qni yopib tashlasam. Hamma yo'qni yopmasa ham bo'lmaydi o'zi, bilasizlar nimaga? Hammasini yopmasak, qarochida nima edi? Sovuq kiradi-yu baribir qayerdandir. O'sha holatda o'ylayapman-da. Xo'p, ana endi tez borib daraxt olib kelishim kerak. Daraxtni esa qayerdan olib kelaman bilasizlarmi? Kanashni o'rmondan olib kelaman. Tak, qayerda daraxtlar? Mana shu tomonda zo'rlar bor, ketdim. Xo'sh, yana bir ikkita olsa menimcha yetadi. Bo'ldi, mana shuni 10 tasi yetadi. 10 tadan nechta eshik esa bo'ladi bilasizlarmi? Bilmadim, hisoblab ko'rishim kerak. Atak yetib qolsa kerak. Xo'sh, tez borish kerak uyga. Tak, mana bu yerda merda to'yiga tushgan to'yona mashina turibdi. O'z hayronman, nimaga shunaqa to'yona mashina olib qo'ygan. Yordam. Kim yordam so'radi? Tushunmadim. Jitel, to'xta, yordam beraman senga. Tak, chiq bu yoqqa, qatqaq. Bu cho'yiga bo'lasan, chiq. Hozir mana. Sovuqligini qara. Rahmat Jo'xa, rahmat senga. Qotib qolgandim o'zi. Rahmat bo'pti. Oho, nima? Voy, bratan, men qutqardim-ku, men tekkanim yo'q-ku. Voy, yaramas, tentak bo'lib qolganmi bu? Bu kelyapti. Voy, garang bo'lib qolgan toshna bu, buni qaranglar. Voy, dabba bo'lganmi bu? Nima, men prosta yordam berdim, yomonlik qilganim yo'q, misol urib tushirib yuborganim yoki muzlatib qo'yganim yo'q, men uni o'zi muzlab qolgan bo'lsa, bilmadim. Shu hayronman, shu qayerdan shunaqa xarakterga ega bo'lib qolgan tentak galemlar 6 ta yetadi menimcha. Qolgan bu yoqqa tursin, ketdim. Birinchi bo'lib
o'zim polizimni ustini oyna bilan yopib chiqaman. Atak eshik qo'yishim shart emas, eshigim bor, ko'ryapsizlar. Tak, osonlashtiramiz ishni har doimgidek. Tak, olamiz va mana bunaqa qilib hamma yog'iga qo'yib chiqsak bo'ladi. Xo'sh, mana bu tomondan olamiz. Okey, mana juda ham chiroyli chiqadi, ko'ryapsizlarmi? Ayniqsa tonirovka qilingan oyna. Dahshat. O'ta go'zal, buni qaranglar. Lekin qandaydir g'alati bir tomondan, atak bir tomondan yaxshi. Juda ham zo'r, tekin muhimi. Tak, bo'ldi. Hech qayerida bo'sh qolmadimi? Juda ham issiq bo'ladi endi issiqxonaning ichi. Bu issiqxona bo'lgandan keyin issiq bo'ladi-da. Tak, xo'sh, juda ham zo'r, juda ham dahshat, prosta dahshat. Endi mana bu binolarni ham shunaqa qilib chiqish kerak. Atak bularga devor ham qilishimiz kerak. Devorli ham yo'q bularda. Tak, devor ham qilishimiz kerak ekan. Xo'sh, devor qancha balandlikda qilsam bo'ladi? 3 qavat balandlikda qilamiz. Bu tomon ham xuddi shunday 3 ta. Agar yetmay qolsa, lekin dabdala bor-ku. Yetganicha qilay, yetmaganiga meni ishim yo'q, javobgar emasman. Atak bu tomon qoladi. Qochib turay. Tak, qo'yamiz va okey, hammasi zo'r. Endi bitta tomonni titamiz, iloj yo'q, jalka ketdi-yu, mayli. Tak, eshikni qo'yamiz. Ana endi ustini yopishimiz kerak. Ustini yopishga nechta ketarkina? Xo'sh, qochib tur, qochib turmasang bo'lmaydi. Tegib ketish mumkin senga. Okey. Va okey, juda ham chotki, normal bo'ldi. Ketdik, qolganlarni ham qilib chiqish kerak. Xuddi shunday juda ham chiroyli chiqdi. Qaranglar, haqiqiy issiqxona parnikka o'xshadi-ya. Hatta uyga ham o'xshab qoldi bir tomondan, lekin bu uy emas, shunchaki issiqxona. Tak, yana qayerda bor? Qayerda? Ha, mana bu yerda bizda holi juda ham ko'p ekan oynalar. Mana bu tomondagini qilsak, yo bu tomonda ham bor ekan. Bularga toshni yetmaydimi deymanda. Mayli, aytganimdek yetganicha qilsak, yetmagani qoladi. Stop, to'xtaylik-da. Bitta JTL tarafdan 0 deb o'tgandi. Birinchi o'shanikini qilaylik-da. Merdi uyning yonida. Esinglardan videoni boshida shunaqa aytib o'tgandi. Mana shu muz oxiri kimnidir kallasiga tushib ketadi, shuni sindirib qo'yayda. Tak, golemlar meni ko'rmasin, ertalab qandaydir g'azablangan holatda menga tegishmoqchi bo'ldi. Lekin men ularga hech nima qilganim yo'q, ko'rdinglar o'zinglar ham. Tak, bratanda o'zi ham katta polizi bor, 3 qator ekan, juda ham katta ekan, yetarmikan? Yetkazishga harakat qilamiz bir amallab. Tak, 3 qator, 4 mana. Tak, 4 ta ortib ham qoldi ekan. Obbo, polizini titib yordim. Mayli, endi nima qilay? Sitilib ketdi-da. Xo'sh. Ha, mana bunaqa qilamiz. Yaxshi, bitta ortib qoldi. Xo'sh, qolgan bittani shu yerga qo'ysak, yo'qolib ketdik. Bitta qo'yilmabdi degan demak. Xo'p, mana bunaqa. Endi bu tomonga ham tortib chiqamiz shuni o'ziday qilib. Okey, yetarmikan? Yetsinda ish qilib. Yetmasa dabdala bor janob mer bergan bloklar. Xo'sh. Yana borib merdan so'rasam, nahotki yetkazmading Jo'xa, shuncha narsani nahotki yetkazmaslik mumkin. Shunchalik ham tejamasdan ishlatdingmi? Yaramas deydi. Nima qilayman? Imkon qadar ishlatdim deyman. Tak, okey. Bu tomonlarni ham xuddi shunaqa qilib chiqish kerak, okey. Okey. Voy, bitta blok prosta jalka ketar ekan, nechiva. Bittasi, hech nima qilmaydi. Bir dona, bir dona. Tak, qo'yamiz. Juda ham ajoyib. Endi ustini yopish chiqishi kerak. Shuncha narsani ustini yopishga, yetarmikan? Tochni yetmaydimi deymanda. Xo'sh, hozir ko'ramiz yetishmasligini. Tak, qayergacha keladi? Shu bor yo'q, shu joygacha kelar ekan. Bu tomonicha. Tak, okey. Kelganicha kesin. Okey, yetdimi blok? Da, yetibdi ekan. Tak, bizdan bor yana bloklar hali juda ham ko'p. Tak, okey. Va mana shu yergina qoldi, bo'ldi. Voy, sovuq ekan, ichkariga kirmak. Bu yerda nima? Mana bu tomonda ekan eshik. Bu yerda nima yo'q qo'ydim demoqchi bo'pman. Ochiq joy qolib ketibdi qayerdadir. Voy, ozgina ochiq joy qolib ketibdi. Bosh ishni yarim qilib ketishdi, juda ham yomon ko'raman boru. Tak, mana shu yerda bir qatorgina ochiq joy qolibdi. Va buni ham yopamiz. Dahshat bo'ldi, takoy. Ana endi chizib yuboramiz. Bu yerdan borib qolgan polizlarni ham qilish kerak. Mana bu tomondagi polizni qilaylik. Bratan, polizingizni hozir issiqxonaga aylantiraman. Zo'r bo'lardi, davay. Zo'r bo'lishini o'zim ham bilaman, shu uchun qilib yuribman hamma yoqda. Tak, muhimi yetsa bo'ldi. Aytganimdek, o'zim necha marta aytdim yetsa bo'ldi deb. Hisoblab chiqqanlar bo'lsa, kommentariy yozinglar-chi, necha marta aytibman ekan. Lekin aniq bilaman, juda ham ko'p marta aytdim, o'zim ham sezib turibman. Tak, okey, ikkita qolgandi-yu, yetmas ekan. Bu mana shuni o'ziga yetadi, ya'ni mana shu polizni o'ziga tochni yetadi. Atak bundan keyingilariga yetishi noma'lum. Tak, okey. Xo'sh, yana qo'yamiz va stop, bu tomonga qilish kerak mana. Xo'p, bir tomoni qoldi, shu tomonda ham shunday qilamiz. Va всё normal, ustini yopamiz. Ustini yopish uchun esa biz inventardan olib tursak bo'ladi. Xo'sh, okey. Va yana bitta okey qilsak yetadi. Suvga tushib olaydi. Okey, bo'ldi. всё.
Все dahshat bo'ldi. Ana endi bu yerni titib olamiz, chunki titmasak chiqolmaymiz-ku. Oho, qo'lim bilan o'ynani sindirish bo'yicha usta ekanman. Takoy. Obbo, o'yin tugab qoldi-ku. Nima qilsak bo'ladi? Hech narsa qila olmaymiz-ku. Hech narsa qila olmaymiz. Xo'sh, nima qilsak bo'ladi? Mayli, hozir bitta zo'riga keldi. Atrofiga daraxt qo'yib bittasini ustini yopib beramiz. Shunda sovuq ustidan urmaydi-yu, atak yonidan kirishi mumkin. Yonidan kiradigan sovuqlarga biz javobgar emasmiz, uni o'zi biladi. Biz faqat atrofidan ustidan kiradigan sovuqlarga javobgarmiz. Buni JTlarga qanday tushuntirsam bo'ladi? Menimcha ular tushunmaydi-yu. Ilgikda normal yetib qoladi. Mayli, qolganini shunchaki yog'och bilan yopib bersam ham bo'ladi. Muhimi yopiq turadi usti. Xo'sh, 1 2 3 bu tomoniga ham 1 2 va 3, bu tomoniga ham 1 2 va 3, chotki va oxirgi tomoniga ham 1 2 3 normal. Ana endi oynalarni birlashtirish kerak. Okey. Birlashtirdik. Mana bu usulga o'tamiz va xo'sh, okey. Yetsinda ish qilib. Xo'p, mana shu yergacha yetib keldi bor yo'g'i. Buni endi daraxt yog'och bilan yopish g'alati bo'lib qoladi lekin. Endi nima ham qilardim? Boshqa ilojim ham yo'q-da boshqa. Mana, muhimi ustiga shamol urmaydi. Shamol ustiga urmasa bo'lgani. Yana qayerda poliz bor edi. Ularni ham ustini shunaqa qilib chiqsam, menimcha normalli bo'ladi. Normalli bo'lmasa menga farqi yo'q. Ustini shunday yopib bersam bo'ldi. 1 2 3 bo'ldi. Qaranglar, bir tomonini shunday ushlaydigan qilib qo'ysam ham menga bo'laveradi. Manaki. Endi yetgani shu bo'ldi-da. Qolganini sovuq urib ketadi. Faqat mana shu taydagilar sovuq urmaydi, mana shu ikkita qatorda. Ketdim borib janob merga aytay qilganimni. Tak, merni bu tomonda, orqasida musorxona bor ekan. Nima mer o'ziga moslab qilgan. Shunday derazani ochadi, orqadan tashaveradi musorlarni. Janob mer, men ishimni tugatdim-u, ammo yetmadi. Nimaga yetmaydi? Nimaga yetkazmading? Nima qilay, yetmadi. Ha, mayli unda ertaga yana olib keldiraman. Ertaga sovuq qayt urmay tursin. Men qanday aytaman sovuqqa? Bilmadim, aytib qo'y.